oilamiz davlatdan 34 million so'm qarz bo'lib qoldi. O'zim sanitarka bo'lib ishlayman. Erimning esa sog'lig'ida muammolari bor. Kunlarning birida Instagramda Mirziyoyevning rasmi bor. Qarzingizdan tezda qutuling nomli postga ko'zim tushdi va ular bilan bog'landim. Bu mening katta xatoyim bo'ldi. Ushbu so'zlar Anxoruzga murojaat qilgan Namangan viloyatining Uychi tumanida istiqomat qiluvchi Barno Yarashevaga tegishli. Barno opa murojaatida davlatdan olgan kreditlarni tezroq va oson yo'l bilan yopish umidida Telegramdagi Azizbek Sultonov nomli profiliga yordam so'rab murojaat qiladi. Firibgar olam va'dalar berib, qisqa muddatda millionlab pul topish imkoniyati bilan aldaydi. Oilaviy qiyinchiliklar, turmush o'rtog'ining betobligi va davlatdan olgan soat sayin o'sib borayotgan qarz Barno opani chuqurroq o'ylashga yo'l qo'ymaydi. Firibgarning 100% qonuniy deb da'vo qilayotgan soxta birja bozoriga ishonib, avvaliga 650 ming so'm pul o'tkazib beradi. Pul firibgarning qo'liga tushgach, ko'p o'tmay Barnoga 2800 AQSh dollar ishlab topgani haqida xabar keladi. Ammo pullarni olish uchun komissiya, valyuta ayirboshlash, sug'urta kabi bahonalar bilan yana pul so'raydi va jami 15 million so'mdan ziyod pulni o'zlashtiradi. Barnoning o'zida pul qolmaganligi sababli bankdan o'zi va do'stining nomiga kredit oladi. O'tgan yilning oktyabr oyida boshlangan voqealar bugun ham davom etmoqda. Firibgar allaqachon 15 million pulni olgan, ammo Barnodan yana texnik nosozliklarni tuzatish, yanada ko'proq pul topish bahonasida qo'shimcha pul talab qilmoqda. Soxta birja mutaxassisi bilan biz ham mijoz sifatida bog'landik. U o'zining muhtojlarga yordam beruvchi oliyjanob inson sifatida tanishtirib, investitsiya qilingan pullar 12 million so'mga yetgach foyda berishini aytdi. Biroq bir marta foyda ko'rgan mijoz kelasi safar sarmoya qilish uchun ro'pa-rosa bir hafta kutish kerak bo'ladi. Firibgardan hujjat talab qildik. U qo'lbola tayyorlangan soxta sertifikat va litsenziyani taqdim qildi. Biz uning biznesiga qiziqmasligimizni bildirganimizdan so'ng ham u bir necha kun davomida Telegram orqali bog'lanib, investitsiya qilishga taklif qilaverdi. Bunday holatda eng maqbul yo'l biz uchun ham, siz uchun ham chatni bloklash va o'chirish bo'ladi. Firibgarlar tuzog'iga tushgan taqdirda qanday yo'l tutish kerak? Huquqshunos o'z tavsiyalari bilan bo'lishdi. Onlayn firibgarlar quyidagi usullardan foydalanadi. Undan birinchisi sizdan pul talab qiladi va ayrim muddat ichida sizga 10-15 barobarga bu pulni ko'paytirib beramiz deb va'da qilishadi. Ikkinchisi, ular o'zining bank kartalari orqali pul o'tkazishni so'rashadi. Lekin qonunchilikda va o'zini hurmat qilgan biron bir MChisi to'g'rimi-to'g'ri karta orqali ishlamaydi. Hammasi bank va onlayn orqali ishlanadi. Agar firibgar sizga sertifikat va boshqa hujjatlarni jo'natgan holda, siz ularni MyGov va Org.info va boshqa rasmiy saytlar orqali tekshirishingiz mumkin uning dalilligini. Firibgar yuritayotgan kanal, sayt, MChJ haqida batafsil ma'lumot yig'ing. Firibgar asosan prezident, bosh vazir va boshqa rasmiy siyosiy shaxslarning rasmlaridan foydalanib, sun'iy intellekt orqali fake xabarlar tarqatadi. Biz avval ham aynan kiber jinoyatlar haqida qator video materiallarni taqdim qilgan edik. Unutmang, agar siz ham firibgarlik qurboni bo'lsangiz, 102 ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling yoki hududingizdagi ichki ishlar organlariga xabar bering. Eslatib o'tamiz, firibgarlar reklamasini asosan pulga muhtoj, umidsiz fuqarolar, keksalarga moslashtirib yaratadi. Odatda bunday insonlar firibgarlar tomonidan taqdim qilingan litsenziya, pasport, sertifikat va boshqa hujjatlarni haqiqiy yoki soxtaligini tekshirmaydi. Natijada firibgarlarning oson qurboniga aylanib qolishadi. Bu kabi jinoyatlar odatda xorijdan turib amalga oshiriladi. Shu sababli ham ularni izlash, topish va jazolash uzoq vaqt talab qilishi yoki umuman imkonsiz bo'lishi mumkin. Hech qachon notanish shaxslarga onlayn pul o'tkazmalarini amalga oshirmang.